Merhaba arkadaşlar, Linguacity kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birgalikda turk tilida eng oson usulda gap tuzishni o'rganamiz. Agar siz turk tilini endi boshlagan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Birinchi dars. Eng oddiy gap. Turk tilida asosiy qoida. Ega plus boshqa so'zlar plus fe'l. Misollar: ben geliyorum, men kelyapman, sen çalışıyorsun, sen ishlayapsan, o uyuyor, u uxlayapti. Ikkinchi dars. Kim nima qilyapti? Ben okuyorum, men o'qiyapman, sen yazıyorsun, sen yozyapsan, o konuşuyor, u gapiryapti. Ya'ni bu so'zlar ega plus fe'l bilan qurilyapti. Misollar: ben kitob okuyorum, men kitob o'qiyapman, sen turkcha öğreniyorsun, sen turk tilini o'rganyapsan, o kahve içiyor, u qahva ichyapti. Siz ham qo'shimchasiga o'zingiz gap tuzishga harakat qiling. Uchinchi dars. Qayerda? Endi gapimizga joy qo'shamiz. Ya'ni ega plus joy plus boshqa so'zlar plus fe'l. Ya'ni o'zimizga formula yaratib olamiz. Misollar: ben evde kitap okuyorum, men uyda kitob o'qiyapman, sen okulda turkcha öğreniyorsun, sen maktabda turk tilini o'rganyapsan, o işte çalışıyor, u işte ishlayapti. To'rtinchi dars. Qachon? Endi vaqtni qo'shamiz. Formulamizda kim plus qachon plus qayerda plus nima plus fe'l. Misollar: ben bugün evde kitap okuyorum, men bugün uyda kitob o'qiyapman, yarın okula gidiyorum, ertaga maktabga boraman, akşam Türkçe çalışıyorum, kechqurun turk tilini o'rganyapman. Siz ham vaqt qo'yib gap tuzib ko'rishga harakat qiling. Beshinchi dars. Men, man gaplari. Bu ham turk tilida juda muhim qoidalardan biri. Misollar: ben öğrenciyim, men talabaman, ben öğretmenim, men o'qituvchiman, sen hastasın, sen kasalsan, o mutlu, u baxtli. Oltinchi dars. Inkor gap. Ma, me yordamida fe'l inkor qilinadi. Misollar: geliyorum, kelyapman, gelmiyorum, kelmayapman, çalışıyorum, ishlayapman, çalışmıyorum, ishlamayapman, biliyorum, bilaman, bilmiyorum, bilmayman. Yettinchi dars. Savol berish. Mi, mi, mu, mu savol qo'shimchalari yordamida savol berishni o'rganamiz. Misollar: sen turkcha biliyor musun? Sen turk tilini bilasanmi?
Okula gidiyor musun? Maktabga boryapsanmi? Kahve içiyor musun? Qahva ichasanmi? Endi birgalikda gap tuzamiz. Ben bugün evde Türkçe öğreniyorum. Endi bu gapni to'liq holda talaffuz qilamiz. Ben bugün evde Türkçe öğreniyorum. Tayyor gap shaklida. Tarjimasi: Men bugun uyda Türkçe o'rganyapman. Sen akşam kitap okuyorsun. Sen akşam kitap okuyorsun. Sen kechqurun kitap o'qiysan. Endi navbat sizda. Men bugun turk tilini o'rganyapman gapini turkchaga o'giring. Vaqt ketdi. Bilimdonlarim, bilaman, albatta siz to'g'ri javobni topgansiz. Lekin endi turk tilini boshlovchilar uchun javobini yozib qo'yganman. Ben bugun turkcha o'rganiyorum bo'ladi turkchasi. Ko'rdingizmi do'stlar, turk tilida gap tuzish unchalik ham qiyin emas. Avval kimligini aytamiz, keyin vaqt, joy, narsa va eng oxirida fe'lni qo'yamiz. Shu formulani yodlab oling va har kuni kamida 5 ta turkcha gap yozishga harakat qiling. Bu ma'lumotlarni albatta daftaringizga yozib qo'yishni unutmang. Chunki bilaman, bunday formulalarni hattoki darsda o'qituvchingiz ham sizga alohida bermaydi. Video yoqqan bo'lsa do'stlar, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolar chiqishini xohlasangiz, like va kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirishingizni so'rayman. Xayr, sog' salomat bo'ling.